Biz moliyaviy erkinlik sari 10 ta qadamning dastlabki 4 tasini ko'rib chiqdik. Bugun navbatdagi 3 ta o'ta muhim qadamni o'rganamiz. 5-si. Har doim birinchi bo'lib o'zingizga to'lang. Bu o'z-o'zini intizomga o'rgatish qoidasidir. Bu otam aytardi. Agar sen oylik maoshingni olib avval davlatga soliq to'lasang, keyin bankka kreditlarni yopsang, do'kondan qarzni ussang, oxirida o'zingga hech narsa qolmaydi. Boylar esa topgan pulidan birinchi navbatda o'zlarining aktivlariga sarmoya kiritadilar, qolgan pulni esa xarajatlarga ajratadilar. Agar xarajatlarni qoplashga pul yetmay qolsa, ular vahimaga tushib o'z sarmoyalarini sotishmaydi. Buning o'rniga bosim ostida miyalarni ishga tushiradilar va yetishmayotgan pulni topish uchun qo'shimcha daromad manbalarini o'ylab topadilar. 6-qadam. O'z maslahatchilaringizga yaxshi haq to'lang. Ko'p odamlar brokerlarga, buxgalterlarga yoki yuristlarga pul to'lashni qizg'anadi va o'zlari mustaqil hal qilishga urinadi. Lekin bo'y otam bunga mutlaqo qarshi edi. U doim o'zining moliyaviy maslahatchilariga bozordagi eng yuqori narxni to'lardi. Nega deysizmi? Chunki yaxshi maslahatchi sizga to'lagan pulingizdan 100 barobar ko'proq pul olib keladi. Ular sizni katta xatolardan asraydi va eng zo'r imkoniyatlarni topib beradi. Unutmang, arzon maslahat oxir-oqibat sizga juda qimmatga tushishi mumkin. 7-qadam. Sarmoyangizni imkon qadar tezroq qaytarib oling. Boylar biror joyga sarmoya kiritayotganda doim bitta savolni berishadi. Men tikkan pulimni qachon qaytarib olaman? Tasavvur qiling, siz qandaydir biznesga pul tikdingiz. Ma'lum vaqtdan keyin foyda hisobiga siz o'z dastlabki pulingizni to'liq qaytarib olasiz. Lekin biznes va undagi ulushingiz sizda qoladi. Endi u biznes sizga tekinga foyda keltirishda davom etadi, chunki siz xavf ostidagi o'z pulingizni chiqarib oldingiz. Boylar har doim o'z sarmoyalarini xuddi shunday 0 xavf darajasiga olib chiqishga harakat qilishadi. Sizchi, maosh olganingizda avval o'zingizga to'laysizmi yoki boshqalarga? Keyingi qismda biz 10 ta qadamning so'nggi 3 ta bosqichini ko'rib chiqamiz. Biz bilan qoling.